Arsenal klubining dаңlıq futbolchisi Mesut Özil Arsenal klubining Xitoydagi manfaatlarini ko'zlab turib, o'zini Cho'lponlar birlashmasi va Yevropa birlashma musobaqasida o'ynashga tanlamaganligini ilgari surgan. Germaniyalik turk futbolchi Mesut Özil 2019-yil dekabrda o'zining Twitter, Facebook, Instagram qatorliq taratqular orqali Uyg'urlarga zulm qilayotgan Xitoy hukumatini va zulmga sukut qilgan musulmon dunyosini qattiq ayblagan edi. Mesut Özil bu bayonoti bilan xalqaro zo'r g'ulg'uli paydo qilgan edi. Ayni chaqda Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Mesut Özilning mardonligini tabriklagan. Biroq Arsenal klubi darhol bayonot e'lon qilib, Mesut Özilning ko'z qarashining faqat o'ziga vakillik qiladiganligini, Arsenal futbol klubining siyosatga aralashmaydiganligini aytib, o'zini chetga olgan. Xitoy hukumati bo'lsa voqeadan qattiq norozi bo'lib, Manchester va Arsenal klubi o'rtasidagi musobaqani Xitoy markaziy televiziya kanalida tarqatishni bekor qilgan. İlgilenişçe, Mesut Özil 7 martdan buyon haftada 350 ming fond sterling kirim kiradigan Arsenalda xizmat qila olmagan. Mesut Özil oldingi kuni e'lon qilgan yozmasida o'zi sodiqlik bilan top o'ynagan Arsenal klubining qaroridan qattiq umidsizlangan bo'lsa-mu, adolatni yoqlashdan voz kechmaydiganligini ta'kidlagan va "Men sizga va'da bera olamanki, bu qaror mening ideyamda hech nimani o'zgartira olmaydi. Men kuchimning yetishicha davomli mashq qilaman. İmkon qadar ovozimni qabihlikka qarshi turish va adolatni yoqlash uchun ishiltaman" degan. Dunyodagi paxta ta'minotining sijilligi va sifatiga kafolatlik qilish nishoni bilan qurilgan Texim yaxshi paxta harakati nomli xalqaro organ 21 oktyabr kuni Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi majburiy emgak tuzumi va boshqa inson haqlari masalasi sababidan rayondagi paxta maydonlari bilan bo'lgan barliq aloqasini uzganligini jakarladi. Mazkur organning to'ri betida berilgan bayonotida mundaq deyilgan: Xitoyning Sharqi Turkistondagi majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsandichiliklari rayondagi mashg'ulot muhitining muqimligiga ta'sir ko'rsatdi. Shunga biz bu rayondagi barliq maydon faoliyatlarimizni darhol to'xtatish qarorini chiqardik. Sharqi Turkiston butun dunyoning paxta ehtiyojining 20%ni qoplaydigan bo'lib, kishilik huquq organlari rayondagi biyontan igidorchilik qiladigan paxtazorliklar va to'qilma shirkatlarining Uyg'urlar qul emgakka selinadigan eng asosli sohaligini ta'kidlab kelgan. Amerika hukumati bo'lsa Uyg'ur elidagi biyontan va uningda paxta, pomidor qatorliq mahsulotlarga embargo e'lon qilgandan keyin bu moda sohasini barabara ta'minlash zanjirini o'zgartib, paxta mahsulotlarini boshqa davlatlardan import qilishga yuzlanmoqda. Xalqaro ommaviy axborot vositalari va taratqulardan ma'lum bo'lishicha, bo'lib 2018-yildan boshlab Xitoyning Sharqi Turkistondagi turkiy musulmon xalqlarga elib berayotgan ig'ir besim siyosati, Xitoyning tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlari masalasi o'ttirg'a chiqishga boshlagan edi. Xitoy hukumatining turli besimlardan qutulish amallarini izlab, qo'shni davlat Qozog'istonga har xil yo'llar orqali qochib chiqqanlarning soni bargan sari o'sgan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi vaqtlarda mundaq voqealar besilishga qarab yuzlangan edi. Chunki ularning panohligi Qozog'iston hukumati tomonidan qabul qilinmay va Xitoyga qaytarib berish xavfi tug'ilgan edi. Shu sababdan ularning ba'zilari Qozog'istonni tashlab 3-bir davlatdan panohlik so'rashga majbur bo'lgan. Ana shu Xitoy zulmidan qochganlar orasida ikki qozoq yigiti Qastir Musaxonoli bilan Murag'iy olimning bo'lganligi aniq. Ular o'tgan yili 8 oktyabr kuni Sharqi Turkistonning Dorobelijan noyasidan Qozog'istonga qochib chiqqan. Ko'p vaqt o'tmayla ular Olmaota shahrida o'tkazilgan axborot yig'inida o'zlarining Xitoy chegarasidan qonunsiz o'tib, Qozog'istonga chiqqanligini, Qozog'iston hukumatidan siyosiy panohlik talab qiladiganligini bildirgan. Yaqinda Qozog'iston ommaviy axborot vositalarida Qastir Musaxonoli bilan Murag'iy olimga Qozog'iston hukumati tomonidan panohlik huquqi berilganligi haqida xabarlar tarqaldi. Aqsaray davlat bexatarlik maslahatchisi Robin O'Brien Eron va Rossiya bilan birga Xitoy va boshqa bir qancha davlatning 3 noyabr o'tkazilmoqchi bo'lgan Amerika prezident saylamiga aralashmoqchi bo'layotganligini bayqaganligini aytdi. Fox televiziya programmasida O'Brien Federatsiya tekshirish idorasi, davlatlik axborot idorasining Eron bilan Xitoyning saylamga aralashmoqchi bo'layotganligi to'g'risidagi bayonotlarini baholadi.
İran bilan Rossiyaning saylamga aralashmoqchi bo'lgan birdan-bir davlat emasligini bayon qilgan Robert O'Brien, Xitoy va hozircha biz ismini oshkorlamagan boshqa bir qancha davlat aralashishga urindi. Biz saylamni qo'llash uchun muhim tadbirlarni qo'llanyapmiz dedi. O'Brien mundaq dedi: Prezident Trump Ronald Reagandan buyon Rossiyaga eng qattiq pozitsiyada bo'lgan prezident bo'ldi. Biz Rossiyaning Twitter va uningdan boshqa joylarda soxta uchur tarqatayotganligini ko'ramiz. Xitoy uchunmi ahvol o'xshash. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Washington hukumatining Tayvanga qurol setib berishni tasdiqlaganligiga norozilik bildirib, ئامېرىكىنى Tayvanga qurol setish planidan voz kechishga chaqirdi. Xitoy yer shari televiziya to'rining xabar qilishicha, Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian tunugun Amerika Tashqi ishlar ministrligining Tayvanga 1 milliard 800 million dollarlik boshqarilgan bomba, raketa sistemasi va radar sistemasini setishni tasdiqlaganligiga norozilik bildirgan. Zhao Lijian Xitoyning Amerika tarafini planlagan qurol setishdan voz kechishga va Tayvan bilan bo'lgan harbiy aloqani to'xtatishga chaqirganligini aytgan va Xitoyning ahvolining taraqqiyotiga asosan zarur inkos qaytaradiganligini ta'kidlagan. Bayonotchi Zhao Lijian mundaq dedi: Bu xil harakat Tayvanning mustaqilligini tashabbus qiladigan bo'lgunchiliklarga xato uchur avatidi va Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi bir Xitoy prinsipi va birlashma bayonotiga og'ir xiloflik qiladi.